3 million 200 ming so'mlik oshxona mebelimizga bitta baho berasizlar. Aka, materiali qanaqa? Materiali akrildan bo'lgan, stalichniy hissalari rossiyskiy akril, eshiklari, chekalari PVH kromka, mexanizmlari vakuum, ichlarida polkalari bor. 3 ta etajli ekanda. 3 etajli, bu ishimiz 3 etajli antresolli deyiladi. 3 million 200 ming so'mdan shu pastdan boshlab tepaga doğru 260 balandligi, umumiy joyi 520 joyga tayyorlangan bo'ladi. Bundan tashqari eng arzoni 2 million so'mdan bir pagonometri ishimiz boshlanadi. Rossiyskiy laminatdan tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Navbatdagi 3 million 200 ming so'mlik oshxona mebelimiz uzunligi 540, balandligi 260, materiali matviy akril, rossiyskiy, stalichniy hissasi rossiyskiy Soyuz firmaniki, kafellari ham yaxshidan qo'yib berganmiz. Bu ishimizni bonuslari sushilkasi, smisvitili, mo'ykasini bonus qilib berganmiz. Mexanizmlari vakuum, aristollarni yopib o'rab berganmiz. Bu tarafda xolodilnikka ham joy bor. Mexanizmlari ham yaxshidan ishlatilgan. narxi necha pul bo'ldi umumiy? 17 million 200 ming so'm bo'ldi. Andijonda Oltinko'l tumaniga o'rnatib berishgan.